Круто поверните направо. To'xta. Bitta obzorga beraman. Keramogranitlarimizni sanuzimizga 2 xil obrazda qilganmiz. Bu yerga ochroq, bu yerga to'qroq seri svetda qilganmiz. Umumiy xonamiz razmeri 230 ga 145. Temniy rangi tepadan tushib kelib turib, pastga qarab tushib ketilgan. Och seri kafilimiz esa aylanasiga P obrazli bo'lib turib tushgan. Dushoy paddon joy qilganmiz. 145 ga 90 santimetrlik joyimiz konvert qilib turib, trap joylarigacha keramogranitlarni urib qo'yganmiz. Dushoy paddon joyini ko'pchilik qiziqadi. Necha santimetr? Taxminan buning razmeri 8 santimetr chiqadi. Asiga esa 6 santimetr, 6,5 santimetr qilsanglar bo'ladi. Hamma trap ichiga shunaqa granit tushadimi deb turib so'raydi. Hammasiga tushmaydi. Bu qo'shib qo'yamiz. Buni kalti bor, kalti bilan bunday trap tortib bo'ladi. Kaltini esa yoniga bunday qo'yib qo'yamiz, yo'q qolib qolmasligi uchun. Bitta teshkir olamiz. Qani, bismillah. Endi bu shoflarni bitta ikki komponent bilan bitta fugasini urib olsak, chet ko'p chiqadi, xudo xolisa.